Bobur o'zi afsuslanib yozadi. Najmiddin Soniyni majburdan chaqirgani uchun Qarshi shahrini qatliam qilaman dedi, qirg'in barot qilaman degan paytda indamay olmay qoldi. Hatto iltimos qilgandir, lekin Najmiddin Soniy anchagina qirib ham tashladi. Shunga qaraganda xalq Ubaydulla xonning tomonini oldi, chunki ko'ryapti. Turon degan tushuncha bor, Eron. Endi u yerdan kelgan Safaviylar ham bizga begona emas, ular ham o'sha Ozarbayjon qardoshlarimiz o'g'izlar, lekin u yerda Eron va Turon orasidagi nima jang ketayotgan paytda turonliklar hukmdori sifatida baribir Shayboniyni birinchi qo'llagan bo'lsa, keyin Ubaydulla xonni ham qo'lladi. Ya'niki u yoqdan bular xalq juda ham nimaga xavotirga tushib qoldi. Bu noyib bo'lar ekan, qo'g'irchoq hukmdor bo'lar ekan Bobur, ular kelib bizni egallaydi, bizni e'tiqodimizni o'zgartiradi, madaniyatimizga aralashadi, iqtisodimizga aralashadi degan vahima paydo bo'ldi.